Hozir sizni oyingiz ko'rib tursa nima degan bo'lardingiz? Sizni yomon ko'raman degan bo'lardim. Chunki deganda meni kichkinaligimda tashlab ketgan. Sizlar bilan yashamayman deb boshqa erkak bilan yashayapti. Alayhissalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. İsmingiz nima? Sabina. Sabina. Siznikichi? Sevinch. Sevinchmi? Qayerda o'tasizlar? Anyoqda. Qayerda? Shu yerda uxlaysizlarmi? Qayerda uxlaysiz siz? Men bu yoqda uxlayman. Ha, sizchi? Bu yoqdami? Ovqat qayerda qilasizlar? Shu yerda ovqat qilasizlarmi? Xolodilnik bormi? Yo'q. Ovqat oshib qolsa keyin qayerga qo'yasiz? Achib ketsa, o'tib tashlaymiz. Suv bormi? Bor. Bitta ko'rsatingmi? Qayerda suv ichasizlar? Suv qayerdan olib kelasizlar? Hovuzda. Qaysi hovuzdan? Bu xona qanaqa xona? Narsalar turadigan xona. Qayerda cho'milasizlar? Shuyda cho'miladi. Bu to'g'rida nima qilasizlar, Sabrina? Bizda kuyamiz, cho'milamiz. Svet yonadimi? Qani yoqib beringchi bitta. Bir kunda o'rtacha necha pul topasiz agar ishlasangiz? Bir kunda pul topolmayman. Bir haftada shu 50 ming, 100 ming. Bir haftadan ichida topaman, shuni keyin pravda qilib shu orqadan ko'rib turaman. 2-3 kunda pul bo'lmasa, bolalarim qiynalib qoladi. Keyin buni issiqlarda nafasim qaytib qoladi. O'zini ko'rib turib, ko'zlarimiz qizarib boshladi. Shu 3 kun, 4 kun qizib yuradidan boshim kengayib chiqdi. Shundan bir 5 minut yo 10 minut bo'lish, 10 minutga bormaydi. O'zimga kelganimda qizim oldimda o'tirgan bo'ladi, dada deb yig'lab. Qanaqa ahvolda bo'lasiz? Bilmayman. Endi ko'rganlar aytadi, sening o'zingdan ko'p kelib qoldi, tiling tatilib ketdi deydi. Qarshiga arz ham tilib qo'yganman. Menga bersa bo'lsa bolalarni o'zlarini kelib tashlardi. Bolalar uyiga yetyatini qilib qo'yganman. Yega sotuvga qo'yganman. Uyda bo'shatib qo'y deb yotdi. Buni bo'shatib qo'y degani 1 oy bo'ldi. Hali bo'shatganim yo'q. Uy ustini 3 marta keladim. O'zi ayolingiz ham bo'lgan, to'g'rimi? Qachon ketganlar ayolingiz? Bir yil 4-yilmi, 4,5 yil bo'lib ketdi. Men bexishligimni ko'rib, keyin ketaverdi. Dadangiz kasal bo'lib qoladimi orada? Qanaqa bo'ladi? Ana shunday yeyishda uni behush bo'lib qolgan, og'zidan oq ko'prik chiqadi. Keyin men og'ziga qoshiq tiqaman. O'sha paytda nima qilasiz? Qo'rqib ketmaysizmi? Ko'p bo'ladimi bunaqa narsa? Ana dadamning asabiylashsa, ishi o'xshamay qolsa shunday bo'ladi. Ko'p ishlar o'xshamaydimi dadangizni? Navara shu katta qizim menga yordam qiladi. Shu bekshug'i urgan pachchada o'zimni qoshiqtib qo'yadi, bana til tatilib ketmas. Dada deydi, yiqilganingizdan soldim qoshiqni deb qo'yadi. Yig'lagim keladi. Urgan qolg'im yo'q, xudoning bir karamatimi, qanday olmas ne'mati deb ham. Bir xil payt tug'ilganimga pushamayman. Xudo deydi, "Na men deyman, berdim deyman. Bolalarimni qiynab deyman." Bolalarim qiynayapman tog'asi. Go'daklar bir hafta bir marta go'ch yelmaydi. Sinfdoshlari bo'lsa chiral ko'ylak kiyatmaydi. Siz ehson qilishdan oldin bu oilada boquvchisi bor ekan, o'lib ham zabardast otasi bor ekan deb o'ylashingiz mumkin. Boshida bu qizaloqlarimizning otasini yordam ko'rsatish maqsadida video kontent chiqarishga ko'ndirish juda qiyin bo'ldi. Har bir erkak kishining albatta o'z g'ururi, ori bor. U kishi qayta yo'q, Allohni o'zi beradi, o'zim harakat qilaman, hammasi yaxshi bo'ladi dedilar. Lekin vaziyatni, qizaloqlarning ko'z yoshlarini ko'rib, yon atrofdagi mahalla ko'yning qistuvi bilan oxiri ularni ko'ndirdik. Chunki bir tasavvur qilib ko'ring, ota ishga chiqaman desa-yu, kunda 3-4 marotaba tutqanoq, suydurga tutib yiqilib tushsa, og'zidan ko'pik kelib, biror ishga yaramay qolsa, buni faqatgina otalar his qila oladi. Farzandlari yeyman, ichaman, kiyaman deb turganda, ojiz bo'lib hech qanday ishga yarolmaslik har qanday erkak uchun tiriklayin o'limdir.
Agarda ehson qilishda shayton bu fikrdan sizni qaytarayotgan bo'lsa, farzandlaringizni bu qizlar o'rniga qo'yib ko'ring. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Yağmur yağdı, anavi yer qimirlaganda u ham qimirlab ketadi. Suv o'tmaydimi? O'tadi ayvondan suv oqadi. Hozir kuyish yoqadimi? Chunki bu yerda qurt yeb ketgan. Uyiga borganmisiz o'rtoqlaringizni? Mana Munisan uyiga Nikina uyiga bordimmi? Qaysi biriniki ko'proq yoqqan? Nikinanki saroyda juda chiroyli. Katta uyi. Siz ham shunaqa uyingiz bo'lishini xohlarmidingiz? Qanaqa uyingiz bo'lishini xohlardingiz? Katta uy. Chiroyli bo'lsa xohlayman. Qanaqa rangda? Qizil. Qizilmi? Yurak amri xayriya jamoat fondi. Olganim emas, berganim o'zimniki.